Bugun sizlar bilan imtihonga yangi qo'shilgan savollardan yana birini ko'rib chiqamiz. O'zi eshak kelayotganda yangi savol qo'shilmasin deb kelaman, lekin doim yangi savollar qo'shilib qoladi. Bu albatta sizlar uchun noqulaylik keltiradi. Sababi imtihonga bularni ko'rmasdan kirsangiz, albatta tushunmasdan xato qilib qo'yishingiz mumkin. Shu savollarni o'tkazib yubormaslik uchun Humoyon Teacher profiliga obuna bo'ling. Biz bunaqa savollarni tahlil qilishda davom etamiz. Qaysi belgilar qayrilib olishga ruxsat beradi? Savolni aniq va tushunarli qilib eslab qoling. Sababi hamma belgilar bir-biriga o'xshash yoki bir-biriga mutlaqo zid ravishda kelishi mumkin. 3.18.2 harakatlanish chapga taqiqlanyapti. Lekin sizni qayrilib olishingizga ruxsat beradi. B'si, ya'ni axborot ko'rsatkich belgisi 5.7.2 siz faqatgina chapga hamda qayrilib olishingiz mumkin. Aslo o'ngga harakatlanish mumkin emas. S, ya'ni bu ham axborot ko'rsatkich belgisi 5.10.2 belgisi. Ya'ni oldinda belgilangan yo'nalish transport vositasida harakatlanish uchun mo'ljallangan tasma, ya'ni A tasma mavjud. Siz faqatgina o'ngga hamda qayrilib olishingiz mumkin. Bizda to'g'ri javob uchalasi ham qayrilib olishingizga ruxsat beradi. Shu va shu kabi savollarni o'tkazib yubormaslik uchun Humoyon Teacher profiliga obuna bo'ling. Bu savollarimizni imtihonga kirmoqchi bo'lgan yaqin insoningizga yuborib qo'ying. Albatta manfaatli bo'ladi.